Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Spark mashinamiz 125 motorli. Bu mashinamizga propan gaz uskunasini o'rnatib berdik. Blok upravleniyamiz Yevropa gaz Basic 24 ga 4. Farsunkamiz Rail, reduktorimiz Tomasetti Nordic. Endi tushuntirib o'taman. Bu haqiqiy original qo'yilgan. Farsunkamiz Lux Cope Xitoy qo'yilgan. Reduktorimizda Lux Cope Xitoy qo'yilgan, trubkasi temir trubka qo'yilgan, одноразовый filtr original, Fagomit original shlankalar qo'yilgan, и mnogorazовый filtr qo'yilgan. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizga 47 litrlik propan balon установка qilib berdik. Zapravочный trubkasini termo trubka bilan, fittinglari bilan, originali bilan qo'yib berdik. Xuddi shu komplektatsiya установкamizni Lacetti, Cobalt, Nexia 3, Spark mashinalariga 3.800.000 so'mga xuddi shu komplektatsiyasi bilan установка qilib beramiz. Установкаdan keyin hammasini bazaga planshet orqali kiritib registratsiyalarini qilib beramiz. Dokumentdan muammo bo'lmaydi, hamma ishlar shu yerda hal bo'ladi. Qo'shimcha 126.000 so'm pul Maygoga to'lovinglar bo'ladi. Xizmat bo'yicha bemalol pastda raqamlarni qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.